بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ey Allohga, uning payg'ambarlariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sizlar mu'minlarni qo'yib kofirlarni do'st tutib, ularga siringlarni aytmanglar. Chunki ular har fursatda sizlarga ziyon yetkazmoqchi bo'ladi. Sizlarga biror ziyon zahmat yetsa, xushal bo'ladi. Ularning sizlarga bo'lgan o'chmanligi ularning so'zlaridan namoyon bo'lib turadi. Ularning sizlarga qarshi dilida yushirgan o'chmanligi va dushmanligi hammadan cho'ngdir. Shubhisizki, agar sizlar aqlinglarni ishlatadigan bo'lsanglar, vaz nasihat ilishinglar uchun sizlarga biz nurg'unlagan dalil isbotlarni va ro'shan oyatlarni bayon qilib berdik.